80% odamlar qanaqa joyga qanday kamera qo'yishni bilishmaydi. Bizni qo'llab-quvvatlab, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying, sizga o'rgatib qo'yamiz. Kamerani nima uchun qo'yish kerakligini bitta eslatib o'tamiz. Agar sizni uyingiz, ishxonangiz yoki ishlab chiqarish zavodingiz, do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, bularga hammasiga qo'yishingiz kerak. Nima uchun? Ishxonangizdagi xodimlarni nazorati. Agar hovlingiz bo'lsa, siz yo'qligingiz paytida xotirjam telefon orqali ko'ra olasiz. Doimiy nazorat. Agar katta zavodingiz bo'ladigan bo'lsa, har xil hodisalarni sizni foydangizga isbot bo'lishi uchun. Agar do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, do'koningizdagi oldi berdilarni sizni foydangizga isboti bo'ladi. Endi esa kamerani konfiguratsiyalarini qanaqa joyga qanaqa kamera qo'yish kerakligini tanishtirib o'tamiz. NS brend ostida ishlab chiqarilgan ushbu kameralarimiz bir boshdan boshlaymiz. Sizni kichkina do'koningiz yoki hovlingizga qo'ymoqchisiz. Ichkari joylarga bo'ladigan bo'lsa, 4 megapikselli patolochniy kamerani tavsiya qilamiz. Nimaga? Patolochniy kameralarimiz ixcham bo'ladi, ko'p joy egallamaydi, ko'zga tashlanmaydi. Bu kameralarimiz ham ovoz yozadi. Tashqariga bo'ladigan bo'lsa, kichkina korpus va katta korpusli kameralar bor. Korpusini katta, kichikligi narxida tafovut bermaydi. Faqatgina uni konfiguratsiyasi plus kolonka bo'lishi mumkin. Plus boshqa qanaqadir konfiguratsiyalar qo'shilsagina narxida farq bo'ladi. Kichkina korpus ixchamroq bo'lib, ko'rinmasdan nazorat qilib turadigan bo'lsa, katta korpus esa o'g'irlik qilmoqchi bo'lgan insonlarni ko'ziga tashlanib, o'g'irlikni oldini olishga yordam beradi. Kichkina korpus ham, katta korpus ham bir xilda sizga foydali xizmat qiladi. Endi esa 5 megapikselli kameralarimizni tanishtirib o'tamiz. 5 megapikselli kameralarni ko'proq tashqariga qo'yiladi. 4 megapikselli kamera o'rtacha 10 metr, 15 metr masofadagi to'xtab turgan mashina nomerini olib bera oladi. Siz mayda mahsulotlar sotasiz, mayda mahsulotlarni siz modelini ajratmoqchisiz. Bunda sizga joyingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa ham 5 megapikselli kamerani tavsiya qilamiz, chunki razresheniyasi sal yaxshiroq bo'ladi. 4 megapiksel bilan 5 megapikselli kamerani farqini bilib oldik. Endi esa 8 megapikselli kamerani qanaqa joyga qo'yishimiz mumkin desangiz, ko'proq kassalarga va ko'chani sal uzoqroqdagi mashina nomerini aniqlamoqchi bo'lsangiz, ko'cha hududlarga va keng hududlarga qo'ysangiz, sal uzoqroq tanib beradi. Agar siz savol qilsangiz, 4 megapiksel, 5 megapiksel, 8 megapiksellikni qanaqa joylarga tavsiya qilasiz desangiz, o'rtacha hovli yoki kichikroq do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, 4 megapiksel. Do'koningiz kattaroq va uzoqdagi masofalarni yoki mayda detallarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, 5 megapiksel. Katta hududlarni va kassa nazoratini ko'rmoqchi bo'lsangiz, 8 megapikselni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yasizlar. Bu NS brend ostidagi kameralarni biz Xitoy zavodlaridan primoy o'zimiz importyor hisoblanamiz, o'zimiz olib keltiramiz. Bu kameralarga 1 yilgacha garantiya qilib beramiz o'zimiz tomonimizdan. Va qolaversa, bizning do'konimizdan Hikvision'ni barcha modellarini topishingni mumkin. Hikvision'ni shlagbaumlar deysizmi, turniketlar deysizmi, proyektli kameralar deysizmi, budjetli kameralar deysizmi, anywhere hamma narsasi bizda topishingiz mumkin. Va qolaversa, bu yoqda bitta ko'rsatib o'tamiz. Ezvis kameralarni, yangi avlod Wi-Fi sim kartali kameralarni ham bizdan topishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, biz Ezvis kamerani Namangandagi rasmiy diler hisoblanamiz. Optima donaga olishingni mumkin. Chiroyli skidkalar qilib, mashina narxida qilib beramiz. Biz do'konimizdan yana smart zamonlarni har xillardan отпечаткали, kodli, jetonli, kartali va Face ID'larini topishingni mumkin. Va yana bitta narsani ko'rsatib o'tamiz. Bizning do'konimizda darvoza uchun o'rnatiladigan avtomatikalarimiz bor, har xil modellardan. Darvozachi akalarni hamkorlikka chaqirib qolamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqingni, optim narxda qilib beramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi videolar bundan qiziqarliroq va narxlari bilan chiqaramiz. Agarda sizga bizning do'konimizdan nimadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, balki bundan keyingi video aynan shu haqida bo'lishi mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.